Bugun sizlar bilan O'zbekiston sharoitidagi semiz bolajonlar haqida gaplashamiz. Ya'ni qanaqa semiz bolajonlar? Semiz bolajonlarni kimlar xohlashadi? Qaynona oyijonlarimiz, ba'zi bir oyijon, dadajonlarimiz juda ham xohlashadiki, aytishadi, semiz bolacha doim shirin bo'ladi va sog'lom bo'ladi. Lekin unaqa emas. Hozirgi kunda sizlar bilan bugun men vrachbek Murodova So'z Aslidinovna 7 yillik tajribaga ega pediatr mana shu masala haqida gaplashamiz. Xo'p, qaysi holatda bolada semizlik bo'ladigan bo'lsa sog'lomlik, bolada ozg'inlik bo'ladigan bo'lsa nosog'lomlik hisobiga o'tadi O'zbekistonda. Shu haqida gaplashamiz. Bola tug'ildi, bola normada 36 haftadan keyin 40 haftagacha muddat ichida tug'iladi. Bu 9-oyga o'tganlik hisobida. Agarda farzandingiz bu haftadan oldinroq tug'ilib qoladigan bo'lsa, bu chala tug'ilganlik hisobida, bolani vesida kamlik hisobida va har oyda bolani o'zi vazniga hisoblab, masalan 3 kilo tug'ilgan bola, men bu yerda sizlarga ves обязательно qoldiraman yoki izohlarda qoldiraman. 3 kilo tug'ilgan bolani bo'yi, vesi oyiga nisbatan qancha bo'lishi kerakligi, oyiga nisbatan bo'yimiz 2 sm o'sishi kerak, vaznimizga nisbatan esa har oy 600-700 grammdan 500 gramm xuddi shunaqa qilib o'sib borishimiz kerak. Ko'p oyijonlarimiz xohlashadi, mana birinchi tug'ildi, bola 3 oygacha unchalik ves oladi, unaqa semiz bo'lmaydi-da. 3-oydan keyin 4-chi, 5-oylarimizda bola semizroq bo'ladi. Chunki bolani harakati, o'girilishi, tipirlanishi kam, shuni hisobiga bola to'la va semiz bo'ladi. Bu tabiiy holat. Lekin 5-oydan kelgandan keyin ko'p bolajonlarimiz unaqa ko'p ves olmaydi. Sababi bolani harakati hisobiga. Bola o'mbaloq olishga harakat qiladi, boshini ko'tarib o'tirishga, boshini ko'tarib turishga, bitta joyda o'tirmaslikka, ba'zi bir bolajonlar emaklashga harakat qiladi. Bu normal holat va o'zidagi energiyani chiqarish hisobiga bola shunaqa harakatlar qiladi. Bu ves olishimizni 5 oyga nisbatan kamroq hisob bo'lib, oyijonlarimizni tashvishga soladi. Aslida bu tashvishga keladigan narsa emas, bu norma holat hisoblanib, boladagi fiziologik holat. Oyijonlari hech qaysi semiz bolajon 9 oy, 1 yoshgacha bo'lgan semiz bolajon bu sog'lom yoki men bu ozg'in bola nosog'lom degan emas. Semiz bolani birinchi tish chiqadi, birinchi yurib ketadi degan bola shart emas. Bolangizni vesi normada bo'ladigan bo'lsa, harakati normada bo'ladigan bo'lsa, agar standartlari bor-da, mana 3 kilo tug'ildi, 5 kilo bo'ladigan, 5 oylik, 6 oylikda keladigan bo'lsa, 7 kilodan 8 kilo 200 gacha bo'lishi bu norma hisoblanadi. Lekin 7 kilo emas, 6,5 bo'ladigan bo'lsa, unda patologiya haqiqatan siz o'ylashingiz kerak, nimadir yetmayapti bolamga, qo'shimcha ovqat berishim kerak yoki qo'shimcha sut qo'shishim kerak, shunaqa deb o'ylasangiz bo'ladi va bu shart. Agarda bolangiz mana shu aytgan kilo ichida bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa qo'shimcha narsa qo'shishingiz yoki bironta bir harakat qilishingiz shart emas. Agar farzandingiz mana 1 yosh bo'ldi, lekin hali ham o'tirishga, semiz bolajonlar o'tirishga, yurishga, emaklashga unchalik ishtiyoqi bo'lmaydi. Shuni hisobiga bola o'zini vesini ko'tara olmaydi-da. Shuni hisobiga yurishimiz kechikadi, terlashimiz ko'p bo'ladi, D3, kalsiy yetishmovchiliklari ko'p bo'ladi. Semiz bolajonlarda kuzatganman, tish chiqishimiz kech bo'ladi. Bu aynan patologiya hisobida emas, lekin bu jarayonlar kech bo'ladi. Ozg'in bolajonlarimiz juda ham ixcham, tez emaklab ketish jarayoni ularda juda ham kuchli, yurib ketish, bir nimalarni ushlab yurish, turish, o'zi uchun anaqa qilish juda ham kuchli hisoblanadi. Agar farzandingizda ves kamligi bo'lib kuzatilayotgan bo'lsa, vrach pediatrga maslahatga borib, ulardan dieta tuzib berishini so'rashingiz, oqsilli nimalar berishini so'rashingiz kerak hisoblanadi. Agar farzandingizda perives, ya'ni vesimiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, bolani ko'proq vannalar qabul qildirishingiz, suv yaxshi ozdirib beradi, harakat, mashqlar qildirib, ozdiruvchi massajlar olishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Sizlar bilan bola tarbiyasi va bola salomatligi haqida juda ham ko'plab ma'lumotlarni bo'lishib boraman. Sahifamga obuna bo'ling.